Hurmatli radio tinglovchilar, bugun 31-dekabr 2022-yilning so'nggi kuni, haftaning esa shanbasi. Bayram bo'lishiga qaramasdan, uyda dam olib o'tirmasdan, ishda, efirda sizni xizmatingizda ekanligimdan juda ham shodman. O'ylaymanki, eski yilning eng so'nggi kunidagi bayramona efirim sizlarga manzur bo'ladi. Rejalarim o'zgardi deyapman-ku. Tushunmadim. Qanaqasiga? Siz Chorvoqqa boramiz deb va'da bergansiz. Lafz qilgansiz. Hoji Murod bu kunni necha oydan beri kutadi, bilasizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Bugun bayramda uyda bo'lishim kerak. Mehmon kelar ekan. Chorvoq qochib ketmaydi. Hali borishga ulguramiz. Qachon? Qachon ulguramiz? Xo'p, men ikkinchingiz bo'lsam ham, siz o'g'lingizni bitta otasisiz, bilasizmi? Nuqul nimanidir bahona qilasiz, qayoqqadir boramiz desak. Menga qarang, 10 yildan beri bayramni onamni oldida kutishim kerak deb menga bahona qilib keldingiz. Endi-chi? Rostini aytib qo'ya qoling. Xotinchamni xafa qilgim kelmayapti deb qo'ya qoling. Yumog'zina. Yana bir marta rahmatli onamga ham, oilamga ham til tekkizib ko'r, o'zingni qayerda ko'rar ekansan? Menga qarang. Adolat qilmasangiz, balo bormidi ikkita xotin qilib. Adolat go'rda bo'ladi. Tushundingmi? Men ish bilan bandman, o'ynab yurganim yo'q. Tagingdagi mashinang, dang'illama hovling, yeb-icharing, hamma latta-puttangu taqir-tuquringga pul topishim uchun ham ishlashim kerak. Hamma narsang badastirmi? Hech nimadan kaming yo'qmi? Demak, og'zingni yop, daming chiqmasin. Doim shunaqa qilib minnat qilib kelgansiz. Xuddi men yeb, uyingizdagilar och qolib quruq qolgandek. Bo'ldi qil dedim senga. Botirga aytaman, zo'r qorbobo shou bilan sog'alarni dodasini olib boradi. Hozir plastikingga 1000 otib boraman. Stol yasatib, mazza qilib o'tirlaring. Bizga shuni o'zi kerak deb o'ylaysizmi? Erchi, otachi. O'zing boshdan shunga rozi bo'lgansan. Yoqmasa, itga o'xshab orqangdan yuradigan yalangoyoq lak bollaga tekkilaydi yoki. Hech bo'lmasa, 1 soatga bo'lsa ham kelib keting. Hoji Murod sizni juda ham sog'ingan. Kutib o'tiribdi. Harakat qilaman, bo'pti. Hoji Murod o'g'lim. Kel. Sen bilan Mustaroyga boramiz, xo'pmi? Dadam kelmaydirarmi? Dadangning ishlari ko'payib ketibdi, bolam. Chorvoqqa boshqa kun boramiz, xo'pmi? Dadang bugun kela olmas ekanlar. Sen bilan o'zimiz u bugun jin ursin. Nomard, qayoqdan ham shu oltin qafasga tushdimi? Boyliging boshingda qolsin. Ishonmayapsanmi? Boshlang'ich to'lovini amallasam bo'ldi. Keyin oyiga atiga 4 million so'mdan to'g'ri kelar ekan. Evaziga shaharning o'rtasida o'zimni uyim bo'ladi. Bir oy ichida ko'chib chiqaman. Keyin to'y qilsak ham bo'ladi. Bir xonali uyingizdami? Hammasi sekin-asta bo'ladi, Lola. Bir xonali, keyin 2 xonali, keyin 4 xona qilamiz. Yo'q demagan, oying bilan o'zim bir gaplashib ko'ray. Yana to'yga ham qarz olasizmi? Ishlaganimiz faqat kredit yopishga ketsa, qaysi pulga yashaymiz? Qo'shimcha ish topaman. Tog'amni eski Matizini olib, kechalari kira qilaman. Ana u kuni o'zlari aytdilar. Motorini tuzattirsam bo'ldi. O'zim haydab yuraverar ekanman.
har bitta tiyinni sanab, tejab, tergab, qiynalib yasharkanmiz-da. Lola, aytyapman-ku, hamma og'irlik meni yelkamda bo'ladi. O'zim ko'taraman. To'g'ri, boshida qiyinchilik bo'ladi, keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rasan. Bilmadim. Oyim ko'nmasalar kerak. Menga ishon. Boyvachcha bo'lmasam ham albatta chora topaman. Hammasini eplayman, xo'pmi? Menga tegasan, yalmog'iz? Boring-e, jinni. Ey, sal tezlashlaring. Spes zakaz bor. Qator odamlar tushgan. Kech qolsak, yana baqir-chaqir qilmasin. Ey, bizga odamlarning katta kichikligini farqi yo'q. Asosiysi bolajonlar xursand bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. To'g'rimi? Joyga. To'g'ri. Uyga Bera kirdik. qali. Yarim ko'z ovqat bermadi. Hech qisi yo'q. Yo'ldan gumma olib yeymiz. Mayli. Yana Chiq, gumami? chiq. Ketdik. Ket. Sekin. Yopavering. Hurmatli tinglovchilar, har bir bayram, xususan Yangi yil bayrami go'zal sho'x qo'shiqlarsiz o'tmaydi. Bizni to'lqinda qoling. Marhamat sizlar uchun bayramona kayfiyatdagi go'zal sho'x tarona. Hoji Murod. Bolam. O'g'lim. O'g'lim. Bolam. Hoji Murod. Bolam, och eshikni. O'g'lim, eshikni och. Hoji Murod. Ocha qolgin o'g'lim. Senda gapim bor. Adang bilan gaplashdim. Kelarkanlar. Bizni tinglovchilarimiz turli joylarda tinglashadi. Ayniqsa bugun dasturxonga tayyorgarlik ko'rayotgan, oshxonada qizg'in ish pallasida bo'lgan ayollarimizga bormanglar deb qolamiz. Norinlaringiz mazali bo'lsa. Agar o'lsam, uni ham olib ketaman. Hoji Murod, namuncha baland. Karmisan o'g'lim? Ovozini sal pasaytir. Tuzukroq narsa yo'q ekanmi? Aql voymi? Bolajonmi? Bolalar kanalini ko'rsang bo'lmaydimi? Hali ham yosh bolamanmi? Jinnicha savol bermaginda yur. Ovqat yeymiz. Sohiba adammi? Ikkinchi xotini bor dedi. Hali maktabing boshlansin. O'zim borib, sohibani og'zini ocholmaydigan qilib kelaman. Ko'rsatib qo'yaman men unga g'iybatchilik qilishni. Yur, ovqating sovimasdan yeb olgin. Yangi yilda hammani ham adasi uyida bayram qiladi. Bolajonim, bu bo'lmagan gap. Ko'chadagi militsiyalar, posbonlar, askarlar, tez yordamda ishlaydigan doktorlar, hammasi ishlaydi bugun, bolam. Masalan, mana televizorda ko'rsatuv tomosha qilyapsan. Televideniya xodimlari ham bugun hammasi ishda bo'ladi. Ularning ham bolalari bor. Yangi yilni otasiz kutishadi ular ham. Ha, yana o't o'chiruvchilar ham bor. Ular ham bugun ishlashadi. Uyiga borishmaydi. Adam o't o'chiruvchimi?
Adang undan ham kattaroq joyda ishlaydi. Adam keldirarmi? Assalomu alaykum. Xo'jayin berib yubordilar. Nima keragi bor edi shuncha narsani? Undan ko'ra o'zlari kelsa bo'lmasmidi? Menga shuni buyurishgan. Bu narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Shu yerda bo'laman. O'zbekistonda soat 19. Bugun bayram, yangi yil bayrami, turli Kunlarni zo'rligini. Iroqda o'tishi kerak ushbu bayramimiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni albatta nazorat qiling va o'zingiz ham uyda ochiq simli plitalardan foydalanayotganga ehtiyot bo'ling va farzandlaringizga turli xil pirotexnik vositalarni Shu ko'chami? bir lahzalik quvonch ortida Shu ko'chaligi aniq, lekin qaysi uy ekani noaniq. Lokatsiya ham shu joyni ko'rsatyaptimi? Ha, lokatsiya shu joyni ko'rsatyapti, ana. Chetga olib to'xtangchi. Shu atrofda bo'lsa kerak. Hozir. Balkim. Oho. Rostdan ham katta odamga o'xshaydi. Baribir kech qoldingmi? Voy dadasi, atigi 1 soatga. Vahima qiladigan joyi yo'q. Hozir uyga kirib borsak, uy to'la mehmon, bolalarni qiy-chuv bilan bizni kech qolganimiz ham bilinmaydi. Xullas, uyaltirmalaring. Nozira odammish. Yaxshi bo'lsak, ertaga u ishimizni bitirib beradi. Ha? Botir aka aytdi. Voy dadasi, ey, men hayotda bolalarga ota-onasini mansabiga qarab muomala qilmayman. Buni ham eplaymiz. Xavotir olmang. Kiyimimni ber. Va, voy, mana. Kiyib tushlaring. Xo'p. Xo'p, mana tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayoqda yuribsizlar? Yarim soat oldin kelishinglar kerak emasmidi? Uzr singlim, yo'llar tirband, qolaversa bayram oldi hamma uyga shoshgan. Bularni qayerga qo'ysak bo'ladi? Ana, garajga qo'yasizlar. Bolalarni sovg'asini berib yuborsangiz, qopga sovolardim. Hammasi garajda. Ketdikmi, boshladikmi? Ketdik. O'g'lim, nega hech narsa yemayapsan? Ke, mana bu sushidan yeb ko'rgin. Shaxsan shef-povurni o'ziga tayyorlatganmiz buni. Sen uchun. Yegin, bolam. Ke, yegin. Iltimos, bolam. Nima yeysan unda, bolam? Nima solib bering? Voy. Eshityapsanmi, bolam? Qayerdasizlar? O'g'lim. Axir yangi yil kirib kelishiga Kim ekan u? qoldi. Qarachi kim ekan? Qor qiz. Qayerda yuribsizlar? Men sizlarni topolmayapman-u. Yalmog'iz qayerdasan? Hello! Ey yo'g'e, bonjour. Ket qarsaychalik kutib olamiz. Assalomu alaykum bolajonlar. Qora odam, qara o'g'lim. Qaragin kim keldi, bolam? Hoji Murod?
Bolla qani? Said opa, Ov, bayram faqat bitta bolaga mo'ljallanganmi? bilmadim Lola. Bitta oila borasizlar deyishgan, tamom. Lekin men shuncha sovg'alarni ko'rib, bu uyda kamida 10 ta bolaga tomosha ko'rsatamiz deb o'ylagandim. Unda o'yinlarni o'ylash kerak. Kichkina oilaga bitta yaxshi konkursim bor. U keyin ota-onalarga ham moslashgan. Xo'p. Bolalar rosa maza qilib o'ynashadi ota-onasi bilan. Said opa, Ha? lekin men ichkarida ona va bolani ko'rdim xolos. Boshqa mehmon kelmasa kerak. Qiziq-ku, 4 ta kap-katta odam bitta bolaga tomosha ko'rsatamizmi? Pulini olgandan keyin o'ynaysan-da. Qani nima qilib o'tiribsizlar? Tezda chaqqon tayyorlaninglar. Bo'ldi, tura qol. Tez ol bo'laring. Bo'ldi, tayyor ketyapmiz. Voyga bola kulmayapti. Hozir kuldi. Lola chiqaver, bo'la qol Lola. Bor, yo'q, boraver. Qorboboni chaqiramiz ana endi. Hojimurodjon Qani chaqiramiz. kelinglar birgalikda qorbobo. Meni kutganlar bormi? Uzoq shimoldan yelday uchib, bayramga yetib keldim. Xo'sh, bolajonlar, meni ko'p kutdinglarmi? Unda menga atab she'r ham yodlagandirsan. Qani boshla. Qorbobomiz oppoq, peshonasi yalpoq, hassasi uzunchoq, qopi to'la o'yinchoq. Qo'ya, umrimda bunaqa ma'noli she'r eshitmaganman. Bu senga. Rahmat. Marhamat. Qo'yil, tabriklaymiz. Oyijonga ham sovg'amiz bor. Aha. Hozir
Mana bu oyijonisiga. Hoji Murod juda aqlli, odobli bola ekan, to'g'rimi? Albatta. Juda yaxshi, barakalla. Ana endi senga yana bir zo'r surprizim bor. Hozir hammamiz issiqroq kiyinib olib, tashqariga chiqamiz. Surprizni ko'ramizmi? Qani ketdik unda. Qani bolajon. Surpriz ekan. Yuraylik. Ketdik. Qani qorqiz yuraman. To'xtab tur o'g'lim. Ustingga issiqroq kiyim olib kelaman. Tezroq olib bering. Hozir. Hurmatli tinglovchilar, yana bir eslatma. Kim bilandir orangizda xafagarchilik, gina qudrat bo'lgan bo'lsa, keling, birinchi bo'lib siz kechiring. Eski yilda qolsin barchasi. Yangi yilga Kelasiz-a? O'g'lingizga va'da berib qo'ydim. Nega so'ramasdan va'da berasan? Bilmadim, bora olamanmi, yo'qmi? Iltimos, farzandingiz uchun yarim soatingizni bo'lsa ham ayamang. Vaziyatga qarab Barakalla. Yangi yil muborak bo'lsin. Hoji Murod, salutni otamizmi? Ha, otaman. Hurmatli xonimlar va janoblar, pirotexnika vositalaridan uzoqroq turing. Uzoqroq. Sizlar ham uzoqroq turing. Bo'lmasa erib ketasizlar. Sizlarni chelakka solib Uzoqroq turamiz. Hoji Murod, salutni otamizmi? Ha. Yo'q, boshqatdan. Salutni otamizmi? Menga qarang. Shu sovg'alarni o'zingiz olib kelsangiz bo'lardi-ku. Kun davomida 1 soat vaqtni bolangizga ajrata olmaysizmi? bugun bayram bo'lgani uchun shunaqa. Bayramlarda uyma-uy yurib, kattalaringizni yo'qlashi, paxta qo'yishi bilasiz-ku. O'sha 7 yot begonalarchalik qadri yo'qmi farzandingizni? Uyda nozik mehmonlar bor dedim-ku. Tushungin, tashlab chiqa olmayapman. Endi tushundim. Kim kelganini? Qaynukalaringiz dushman tomon, to'g'rimi? Negina, bo'ldi qilgin. Bolam bechara. Eshik tiq etsa, adami deb sakrab turib ketyapti. Nima? Adayini xotinini urug'i sendan ko'ra muhimroq deb aytaymi bolaga? Deb bo'pti, keyin gaplashamiz. Bombani o'zi-ku. Ehtiyot bo'linglar. Nimaga bu buncha vahimali? Quloqlarim shang'illab ketdi meni. Yana bitta otaylik. Yana bitta otamiz. Yo'q, bo'ldi. Tez uyga olib kirib ket. Yalmog'iz usti yupqa ekan. Bor. Bu yosh bolalar o'yinchog'i Ha, otamiz. Sovuq ekan, kira qolaylik. Otamiz. Isroq kiyinib Boshingga kiyib bora chiqamiz. qolinglar. Maylimi, yura Tez qol. bo'linglar. Hozir sovg'ani ham olamiz. Salut. Barakalla. Ha, sog'as Salut, qadam bor. otamiz. Ket, yashavor. Mana Yig'ishtiring mana bularni. Nima? Salutni yashiring deyapman. Bo'ldi. Jinnimisan? Botir aka menga hammasini otgin degan. Jinni bo'lib qopti o'sha botiringiz. Bayram qilamiz deb mana bu portlasa. Ha, tepaga emas, yonga otilsa nima bo'ladi? Odamni kuydiradi-ku. Yoki kar qiladi. Keyingi. Tavba. Bo'ldi. Kim esvardi? Men esvardimmi? Siz esvardingiz-ku. To'ydirvardingiz-ku jonimdan. Nimanga noliysan, noshukur? Ko'chaga chiqishga ruxsat yo'q. Na bayram qilishga ruxsat bor. Na o'rtoqlarim bilan ko'chaga chiqib bir pasgina bo'lsa ham o'tira olmayman. Hamma narsaga zapret. To'yib ketdim. Oltin qafasda yashayapman, tushunyapsizmi?
Bo'ldi qil. Chidasang shu. Boshdan ogohlantirganman seni. Men ko'chidayman. Ikkinchi xotin degan nomim bor. Doim ikkinchi darajali bo'lib kelganman. Lekin o'g'lizchi. Hatto shu yosh bolani ham bitta bo'lsa ham o'rtog'i yo'q. Uyga begona odam kirmasin deb hech kimni yo'latmaysiz. Buni senlar uchun qilyapman. Ortiqcha gap so'zga qolmalaring deb. Bahona bu hammasi. Siz faqat o'zingizni obro'yingizni o'ylaysiz, Jahongir Hojimurodovich. Ikkinchi oilangiz borligini birov bilib qolsa, karyerangizga putur yetishidan qo'rqasiz, shunaqami? Nigina, bo'ldi qil dedim. Bayramni ham rasvo qilding. Siz mazza qilib bayram qiling. Biz bu yerda o'zimiz bolam bilan shumshayib o'tiraylik. Xo'pmi? O'rganib ketganmiz-da. Yangi yil ham bizga bayram bo'ptimi? Menga qarang. Gapimni eshiting. Yo xotinchangiz bilan urug' aymog'ingizni tashlab, yarim soatga bo'lsa ham kelib bolani ko'nglini olasiz, yoki Hojimurodni boshqa o'g'lim demay qo'ya qoling. Alo. Nigina. Alo. Xo'sh, qani? Bravo! Katta rahmat sizlarga. Ofarin sizlarga. Bolani bayramini rasvo qilib, endi so'ppayib o'tiribsanlarmi? Balki hali men senlarga pul to'lashim ham kerakdir-a? Singlim, biz ishimizni halol bajardik. 1 soat o'rniga 1,5 soat ishladik. Keyin bola bilan butun gapimni poylab, hammasini bir teng qildilaring, shunaqami? Men bitta salutni ovozini eshitdim. Qolgan 3tasi qani? Gapir! O'zingizdan katta ayoli sansiramang. Birinchidan, bunaqa salutlarni ommadan uzoqroq joyda, katta maydonda maxsus mutaxassislar o'tishadi. Ikkinchidan, sizni shaxsiy muammolaringizni bizga qizig'i yo'q. O'zingiz kiraverishda turib olib, telefonda baland-baland gaplashsangiz, bizdan ayb? Senlarga bayramona kayfiyat berish topshirilgan. Men bayramni his qilmadim. Sansiramang singlim. Singlim, siz shunchaki bizdan alamingizni olyapsiz. Lekin oilaviy muammolaringizga bizni aloqamiz yo'q. Qisqasi, bir tiyin ham ololmaysanlar mendan. Tushundilaringmi? Iyi. Chiqlaring, uyimni bo'shatlaring. O ikkita talaba, ikkalining pulini men beraman. Bunaqa pastkashlar bilan teng bo'lmaymiz. Ketdik. Yo'q. Men haqqimni shu opadan olaman. Menga qarang. Siz o'zi kimsiz? A? Nimaga osmondan kelasiz? Ha, qo'lingizdan kelgan bor karomatingiz qaysidir kattakonga ikkinchi xotin bo'lganingizmi? Ertaga qarib, bu chiroyingiz, husningiz ketgandan keyin yana nimangiz qoladi? Na bir muomalani bilasiz. Ha, mana bu ulama tirnoqlaringiz bilan qo'lingizdan bir ish qilish keladimi o'zi? Lola, qo'y. Gapirganning foydasi yo'q. Yur, ketamiz. Ketdik. Ketdik. Dadasi. Ha.
Men u ayolni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Esing joyidami? Shu jodugarni yupatib o'tirsanmi endi? Ko'rding-ku qanaqaligini. Axir Ey, dadasi. yur, ey. Dadasi. Yur. Shoshmay turing dadasi. Yur dedim senga. Hay dadasi. Yur. Uy. Dadasi. Ha. Umrimda birinchi marta sizni gapingizga qilaman. Mendan norozi bo'lmang iltimos. Men mana shu sho'rpeshona ayolning yonida qolaman. Said opa, qo'ysangizchi. Bu ayol achinishga umuman arzimaydi. Shu ahvolda men uni tashlab keta olmayman. Ahvoli yaxshi emas uni. Hayotdan to'yib turibdi. Hozir tashlab ketsak, o'zini ham, bolasini ham u bu narsa qilib qo'yishi mumkin. Tag'in uvoliga qolib o'tirmaylik. Singlim. Ming, mana buni ichib oling. Bo'ldi, siqilmang. Biz kattalar-ku tushunamiz. Bayram kuni o'g'lingiz sizni shu ahvolda ko'rsa, o'ksib qoladi. Hammasini hayotimni orqaga qaytarishni qani endi iloji bo'lgan edi. Qani edi bir oddiy, vijdonli insonning yakka-yagona vafodori bo'lish uchun. O'g'lim doimo otasini bag'rida bo'lish uchun bor budimni berishga tayyorman. Lekin buni iloji yo'qdi, opa. Juda ham kech. Singlim. Shu yo'lni o'zingiz tanlagansiz-ku. Bu yog'iga endi faqat sabr. Lekin bunaqa ich-etingizni yeb yuraversangiz, uzoqqa bormaysiz. O'g'lingizni onasiz qoldirmoqchimisiz? Yoki bolangizni kundoshingiz katta qilishini xohlayapsizmi? Said opa, Hoji Murodni dadasi bilan ko'rishiga yordam bersakchi. Agar ular kela olmasalar, mana biz boramiz. Shu kostyumlarimiz bilan shartta uylariga bostirib boramiz. Va dadasini qulog'iga mashinada o'g'lingiz sizni kutyapti deymiz. Majbur chiqadilar. Qani edi buni iloji bo'lgan edi. Niginaxon, mana biz bormiz. Ertakchilarni qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. To'g'ri. Qani, bir urinib ko'raylik. Kelishdikmi? Men xo'p deganim bilan ko'chamizdan chiqib keta olmaymiz, opajon. Bizga soat 9dan keyin ko'chaga chiqish mumkin emas. Ana bu tashqaridagi to'nkani ko'rdingizmi? O'sha bizni qorovullash uchun qo'yib qo'yilgan chiqarmaydi. Niginaxon, shu ham muammomi? Bizda nima ko'p? Kostyumlar ko'p. To'g'rimi Lola? To'g'ri. Jon dadasi, iltimos, yo'q demang. Voy, esingni yeganmisan? Birovni oilasiga aralashmoqchimisan? Boshimiz ketadi. Dadasi. Boshimni qotirma. Kelishgan pulni olamiz, ketamiz. Dadasi. Iltimos sizlardan. Men hamma aybni
o'z bo'ynimga olaman. Sizlarga ziyon tegmaydi. Faqat yordam bering, iltimos. Bolam uchun. Faqat yordam bering, iltimos. Dadasi. Meni boshim ketadi. Iltimos yo'q demang. Yo'q demang dadasi. Bo'pti. Qimmatga tushasiz. Hamma zakasini men bekor qilaman. Hammasini ortig'i bilan to'layman. Faqat yordam bering. Iltimos. O'g'il bola yig'lamaydi, Hojimurod. Siz rostdan qorbobo emassiz-ku, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Unda rostdan qorboboni telefon raqamini bering. Nima qilasan? Gapim bor. Bobomiz telefon tutmaydi. Lekin ko'rsam, gaplaringni yetkazib qo'yaman. Unda qorboboga ayting. Adam olib kelsin. Yur, men seni rostakam qorboboni yoniga olib boraman. Aldamayapsizmi? Yo'q. Sen mana shu qopga tushib olsang bo'ldi. Rostdanmi? Albatta rost. Kel. Tusha qol. Kela qol. Shoshma, sekin. Joylashib oldingmi? Ketdik. Nizom aka. Ehtiyot bo'ling. Ketdik. Bo'la qoling. Hojimurod biz bilan. Ikkita ketamiz emas. Hammasi bilib qolishi mumkin. Ketdik. Shoshmay turinglar. Mana va savat sizlarga ovolinglar. Bayramga shirinlik. Yo'q. Bizni o'zimizda shirinlik yetarli. Bizga bu juda ham ko'plik qiladi. Ja bo'lmasa bolalarga tarqatib yuborasiz. Mayli. Qolavermaydimi? Ketdik. Yuraver. Ehtiyot bo'ling. Sekin. Cho'zilmalaring Hojimurod sovg'asini berib, tez ochiqlaring, boshqalaring kutib qoldi. Tezroq. Imillamagin. Qani, buni qolgan tegmasiz. Bering. Yuring. Keling. Ko'ring, iltimos. Qolinglar. Endi boshqalarga ham bo'lsak bo'ladi. Etakingni tort. Bo'ldi. Bolajon, uni kutib olishdi, biz boshqa bolajonlar. Oyi, Bolajonim, kechir meni bolam. Senga yaxshi ona bo'la olmadim. Ko'zi cho'qqinam o'zim. Kechir bolam. Ey singlim, qo'ysangchi. Hozir yig'laydigan paytmi? Axir bayram-ku. Dadasi? Hov. Sho'x qo'shig'ingizdan qo'ying. Bayramday bo'lsin. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi. Sinem, manzilni aytmadingiz-ku. Qayerga boramiz? Manzili haligi ipakchilik mahallasimi deyey. Aniq esimda yo'q. Ey, menga qaranglar.
Menda bitta taklif bor dadasi. Ha. Hozir biror bir bayram bo'layotgan joyga boramiz. Aha. Nima deding, Hoji Murod? Boramizmi? Barakalla. Qani haydang dadasi. Ketdik. Davom etamiz, ha? Hurmatli tinglovchilar, sanoqli soatlardan so'ng, balki sanoqli daqiqalardan so'ng bizga umid, quvonch ulashib yangi 2023-yil kirib keladi. Uchal hisobida Quyon yilimiz. Qanday yil bo'lishidan qat'iy nazar, fayzli, omadli, barakali, yaxshiliklarga boy yil bo'lishini tilab qolaman. Ana endi men ham hamma qatori yangi yilni oila davrasida kutib olish uchun asta-sekin efirimga yakun yasadim. O'tgan eski yilda bizni kanalimizni hamrohi bo'lganingiz uchun sizga tashakkurlar. Yangi yil yaxshiliklarga boy yil bo'lsin. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar. Mana shunaqa gaplar. Azizlarim, umrimizning har bir kuni, har daqiqa g'animat. Shunday ekan, yaqinlarga, atrofdagilarga faqat bayramlarda emas, doim mehr bersak, xush kayfiyat ulatsak, qandoq yaxshi. Xuddi bugungi qahramonlarimiz ertakchi artistlar kabi. Buning uchun boy badavlat bo'lish ham shart emas ekan-a. Odam yuragini kengroq qilsa bo'lgani. Endi Nigila bilan erini munosabatlarga kelsak, shu ikkinchi oila mavzusi juda ham nozukda. Ha, oson emas. Oila muqaddas. Norasida bolani ko'nglini sindirib bo'lmaydi. Adolat qila olmaganlarga savol javob bor. Bu qaltis yo'lga qadam qo'yganlar shuni unutmasin. Hammani ham insofini bersin. Siz ham o'zingizni asrang. Yangi yil barchaga xayrli kelgan bo'lsin. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.